Bilasizmi, Yaqin Group kompaniyasi xonadonlarni nima tez quradi. Men sizga aytishim mumkin, qurilishga ketadigan barcha xom ashyolarni o'zimiz ishlab chiqaramiz deb. Texnika o'zimizda bor. Beton zavod o'zimizda bor. Juda ham ko'p sonli ishchilarimiz bor, shuning uchun deyishim mumkin. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Biz o'zbekmiz. Ko'pchilik yaqinlarimiz uyga to'lov qilgandan keyin 2-3 yillab kutib turishga sharoit yo'q, sabri yo'q. Shuning uchun Yaqin Group kompaniyasi imkon qadar xonadonlarni tezroq qurib berishga harakat qiladi. Tezroq qurdi degani sifatdan voz kechib qo'ydi degani emas. Hammaga birdek yoqishda iloji yo'q, shuning uchun atrofda aylanib yurgan har xil gap so'zlarga e'tibor qaratmaysizlar. Yaqin Group kompaniyasi to'liq binoni qurib bo'lgandan keyin Jack degan tashkilotga topshiradi va 1 yil davomida o'zi hamma muammolarni hal qiladi. 1 yil o'tgandan keyin xonadon egalari o'sha yerdagilar kelishib o'zlari muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Chunki Yaqin Group kompaniyasi